Salom hammaga, sizlar bilan mana bugun men YouTube'dagi oxirgi videoni olyapman. Hamma narsaning boshi bordek, oxirisi ham bor. Boshlanishi bor kinoning, tugashi ham bor. YouTube'dan ketishimga to'g'ri keldi. Avvalambor sizlarni kirib kelgan hayit bayramlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Unday bo'lsa, bugun YouTube'dagi oxirgi videomni olishda davom etaman. Husniddin Boy, PK Sardor, Yumpi Shaha, ular mening eng aktiv obunachilarim edi. Ularga va boshqa barcha obunachilarimga meni shu yergacha qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat deyman. Sizlarsiz bu darajagacha yetib kela olmas edik. Unday bo'lsa, oxirgi videoda men bir ikkita kes ochaman hamda o'zimning akkauntimni obzor qilaman, chunki obunachilarimdan bir ikkitasi akkauntimni obzor qilishimni so'ragan edi. Unday bo'lsa, qani ketdik. Birinchi prepas kes ochsak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. 130 nechtadir biz 60 ta ochamiz, ikkita garant olguncha. Unday bo'lsa, ketdik. O'ylaymanki, yaxshi narsa tushadi. Hech xavotir olmang. Men ketganimdan keyin bu kanalni boshqa bir odam yuritadi. U ham sekin-sekin video qilib boshlagan. Bu kanalda kontent hech qachon to'xtab qolmaydi. Bu yog'iga Manu Pubugim degan kanal YouTube'da yo'qolib ketishi mumkin, chunki bu kanaldan nik o'zgarishi mumkin-da. U yog'ini ayta olmayman. Qanday o'zgaradi, bundan keyin egasining ishiga bog'liq. O'zgarsa lekin video qilinadi. Manu Pubugim kanali nega shunday bo'lib o'zgardi deydi. Lekin shu yergacha qo'llab-quvvatlagan barcha obunachimga rahmat. Vaqtinchalik mifik. Bir, yana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitta garant oldi, yana dalshiman. Yaxshi. Davay. Yaxshi narsa tushadi deb o'ylaymiz. Oxirgi videoni olish qanchalar zo'r desa. Davay, oxirgisi. Ters. Bir vagon cerebro. Garant ochamiz. Hech narsa eklanmagan, davay. Yaxshi. Bularni beradi deb o'ylayman. Davay. O, malades. Uddar, ochmasa ham bo'lardi. Shu joyda men tovani 3 levelgacha ko'tarmoqchiman, ya'ni kilchat qilgim kelib qoldi. Ne bo'lsa, qani ketdik. Davay. Bang. 2-level. Effekt papadania. 3 qilsak kilchat norma. Kilchat. Endi bo'lsa sizlarga kilchatini ko'rsatib o'taman. Unday bo'lsa, davay. Yana bitta bot, bang. Kilchat norma. Yana bitta bang. Paran 24. Bu yoqda yana bitta bot, tap, bang. Botlar ham o'lish qiyin bo'lib qolgan. Mana fotoda bu yerda yana ikkita kilchatni ko'rishingiz mumkin tovaning. Yangi kilchat qilindi. Bunday bo'lsa, akkauntimni obzor qilishda davom etaman. Mana bu yoqqa kirib olaylik. Akkauntimda avatarkalar. Kimga qiziqmas bu yerni tez o'tkazib yuboraman. Men eng ko'p ishlatadigan ramka bu. Keyingi menga yoqadigani mana bu dinozavrlar. Bu yog'i javonchamas. Bu yog'ida mana bular uncha bulari durza tashlaganda ko'rinadigan chat bildirishnomalari. Bu yerda ham shular. Bu yog'i keraksiz narsa. Unday bo'lsa,
Et qatorga o'tamiz. Mening akkauntim A1 sezonda ochilgan, dinozavrli sezon, ya'ni hozirgi sezonning o'rtasida yoz oyida keladigan dinozavrli sezonda ochilgan. A1 Royal Pass. O'shandan keyin A8 Royal Passdan boshlab donat ko'rilgan. 100 RP kelgan. A18 gacha. Bundan buyog'iga RP ochilmaydi. Chunki PUBG'dan ham, YouTube'dan ham ketyapman. Akkauntimdagi narsalarni laboratoriyaga kirib ko'rsataman. X kostyumlardan ishlamay qoldi. X kostyumlardan bitta Raven X kostyum bor. Voronga harakat qilyapman. Nasib bo'lsa tushib qolsa zo'r bo'lardi. Endi qurollarga kelsak, qurollardan hammaga yoqadigan legendarniy lednik quroli bor. Ko'tarmaganman. Graza, UMP4, 24 Faraon 4 level, AKM kod buzar ko'tarilmagan. Yulduz yadro 1 yil. Buni ham ko'tarmaganman, lekin ko'tarish niyatim bor. AKM bilan 406 ni ko'tarmayman. Ultimate'dan bulardan zo'rroq AKM 406 olmoqchiman-da. Karyak bu yog'i ko'tarilmagan. Bu macheta, bu ademni 2 qilganman. Skarel 3. Buni bonus pasta olganman, ko'tarmaganman, lekin tovani 3 qilganman. Amir 10 ga tushib qolgan. Buni ko'targanman va shular. Endi navbat kiyimlarga. Kiyimlarga boyagi vaqtinchalik kiyimlar, Strelog. Men buni unkunku deyman, niqobli folbin seti. Keyin mana buni tutishgan, bu yog'i RP-niki. Keyin Godzilla'niki olingan bonus pastdan. Priz Patx Godzilla adashib ketdim. Bonus pastdan mana bu mifiga olingan. Bu yog'i RP-niki. Bular ham RP-dan tushgan, bular boshqa Sabitiyadan, boshqa joylardan kelgan. Tak, menga eng yoqadigan kiyim pasta. Akkauntimda вообще eng zo'r, o'zim uchun eng zo'r deb biladigan kiyim mana shu edi. A1 Royal Passdan olganman. Bu yog'i jamcha zo'r bo'lmagan kiyimlar. Hozir bu yerda mifik bosh kiyim. Bular erplardiki. Tak, o'tkazamiz. Buning bosh kiyimi. Mana shu kiyimni Raven X kostyumga o'xshatar edim-da. Raven X kostyumga o'xshaydi. Menga rangi, tuzilishi, akkauntimda eng birinchi kiyim shu bo'lgan. Shuning uchun menga yoqardi. Keyin Faraonning o'zi ham tushdi. Akkauntdagi kaskalarga kelsak, Godzilla'niki bor, qolgani RP-dan mayda-chuyda joylar javuncha qiziqmas. Achkalarga kelsak, achkalar default, maskalar javuncha emas. Viktor mo'ylovi hammada bor. Hamda bu ikkita set. Buniki. Sumkalarga kelsak, Godzilla. Keyin mana bu bir setda degani bor. Qolgani RP-niki. Birinchi tushirgan sumkam mana bu bo'lgan. Normalniy ko'rinish. Priloklar Voronniki bor. Bu yog'i chepoqa. Bu yerda jardir narsa yo'q. Bular ham. Mashinalar ko'rsat. OAZga ikkita. Bunga yo'q. Sedan bitta Dachaga bor, kuchaytiriladigan mototsikl. Bularga ham RP-nikidan bagi 4 ta. Bu utuv degan bitta. Qayiqga bitta, ko'p RP-dan kelgan. Bunga ham bular ham RP-niki. Emotsiyalar. Bu mumkin deyman, niqobli folbinniki.
Voronni keshidan tushib qolgan. Bular erpiniki. Tak. Keyin mana bu emotsion olganman. Bu yoqda keyin yana qanday emotsionlar bor edi. Bu yog'ini ko'pi erpiniki, boshqa bo'layotlar. Keyin mana bu emotsiya bor edi. Paka 4 kishi 4 Popularность Battle'dan olingan. Bu Godzilla'niki. Bunday bo'lsa, bu yog'i bunday. Parashyutlardan Voronni parashyuti bor. Qolgani chipuqa. Bular qiziqmas, bitta glider, og'izchat bo'lmas. Samolyot, вторжение samolyoti bor. Asosiy shu. Granatalar. Moliklar, boshqasi. Orqa foni yo'q. Bu yerda 3 ta bor. Mana PMG 850 yubileyi, PMGC, Jujutsu Kaisen. MVP'lardan bitta. Yaxshi chiqdi. Inventarimni ko'rsatadigan bo'lsam, tak. Premium case, Rednik case ochib bordim. Buni hozir ochdik. Material 9 ta, 3 ta, 2 ta. Bunisidan 4 ta. X customni niyatim bor 3 ta qilish. Buni 6 ta qilib 406 bilan akim olmoqchiman. Bu yoqda jam zo'r narsa emas. Lobby 7 kunlik 21 ta, 1 kunlik 19 ta. Bahagaza. Akkauntimdagi boshqa qurollarga skinlarni ko'rsatib chiqsam, mana Akim 3 ta, M16 4 ta, Skarl 5 ta, 406 2 ta, Graza 4 ta, AUG 2 ta, Qibis 1 ta, Beril 2 ta, MK14, MK47 3 ta, S12 S36C 1 ta, Money Badger 2 ta, Famas 1 ta, Asimga yo'q, Asotika ham 1 ta. 2 ta Karyak, 3 ta 24, 1 ta Avem, 2 ta Vin 94, Moyson 1 ta, Amer 1 ta, Deser 1 ta. Demirga SKS 5 ta, Deses 4 ta, Mini 14 5 ta, Makontor 1 ta, SLR 4 ta, Qibu 5 ta, MK12 1 ta. Qolganiga bu yerdan yo'q. Uzi 7 ta Uzi, 1 ta kelchat. UMP 8 ta UMP. Victor 1 ta. Tak, Thompson 1 ta, Bizon 2 ta. Mapaka 45 1 ta, JS9 1 ta, P90 2 ta. Sochma miltiqdan. S686 1 ta. S1897 6 ta, bittasi kelchat. S12 1 ta, DBS 3 ta. Bu 7 talik Dravashka 1 ta, NS2000 1 ta. Lamaga 4 ta, M249 4 ta, DP 2 ta, MG3 3 ta. Pistoletdan bunga skin yo'q. Bunga 5 ta skin, 1 ta, 1 ta, 1 ta. Bunga 1 ta Scorpion 1 ta. Bunga 2 talikka 1 ta kuchaytiriladigan. Sovuq qurolga 6 ta macheta. Bu 2 level, bunisi Godzilla'niki 1 level. Voronni bunida 2 tasi bor. Uni Faraondan tushgan, Voronni balandidagi uzuncha hassa. Keyin Voron 2 tasi, lekin buni adim yoqadi menga. Pichoqdan 2 ta, 1 ta kelchat. Videoni shu yergacha ko'rgan barcha obunachimga rahmat. Men endi YouTube'ga qaytib kelmayman.
Bu mening oxirgi videom edi. Sizlarni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun addish rahmat. Har doim qalbimdasizlar. Endi qaytib ko'rishmasak kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa hammaga xayr, yaxshi kunda ko'rishaylik.